21 Cobalt haydovchisi yo'l bering. Men Dehqonov Qahramonjon, Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Farg'ona filialida travmatologiya bo'limida vrach bo'lib ishlayman. Bizga Rishton tumanidan bemor Sidiqov Sherozbek 15-aprel kuni yo'l transport hodisasi natijasida jarohat olib, og'ir holatda kelgan. 10 yilga suyagi ikki joydan 6 bo'lakka bo'linib parchalanib singan bo'lgan. Suyagi 6 bo'lakka bo'linib ketgani sababli ochiq usulda ochib operatsiya qilganmiz. Hozir bemor uyida ham bizning nazoratimizda kelib turishibdi. Har bir insonning peshonasiga nima yozilgan Allohning o'ziga ayon. Mana shu aprel oyining avvalida shogirdlar bilan bir yerdan Potradan qaytib kelib turib, Rishton tumanining Qipchoq qishlog'ida avtohalokatga uchradik. Endi o'sha paytda nima bo'ldi, nima bu qo'ydi Xudoga ayon. Xullas o'zimga kelib, ko'zimni ochib qaraganimda Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam Farg'ona filialida o'zimni anglagandek bo'ldim. Vrachlar bilan eslayman. Kerakli muolajalarni qilishdi. Endi haligilar shunaqa ishlayaptiki, ularning mehnatini ko'rib, inson qadri naqadar baland ekanligini bildim. Rahmat shularga deyman. Dunyoda shunday insonlar borki, o'zidan ko'ra ham haq manfaatini ustun qo'yadigan insonlar bor. Mana shulardan biri Farg'onada travmatologiya bo'limida ishlaydigan Qahramonjon doktor mana shunday insonlardan bo'ladi. Meni o'g'lim juda qattiq avariyaga uchrab, katta avariyaga uchrab, juda ham og'ir jarohat bilan borib yotqizildi. Mana shu Qahramonjon kechasi kunduzi birga bo'lib, doim nazorat qilib, sog'lig'ini tekshirib, xuddi o'zining ukasidek, o'zining qarindoshiga qarab oyoqqa turg'izib berdi. Operatsiyani ham chiroyli qilib o'tkazdi. Juda ham katta jarrohlik amaliyoti bo'ldi. Mana shu Qahramonjondan men rosa ham xursandman, juda ham minnatdorman. Iloyim umri uzoq bo'lsin, boshi toshdan bo'lsin. Iloyim uyida faqat yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Farzandlarini bag'riga bosib katta qilib rohatini ko'rsin iloyim. Iloyim meni o'g'lim Sherozbek ham Qahramonjonda yaxshi kunlarda kerak bo'lib xizmatini qilsin. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Farg'ona filiali travmatologiya bo'limida 1 yil davomida jami 1200 ta bemor davolanib ketadi. Bu bemorlardan 60-70% operativ davoga muhtojlar. Biz bu bemorlarni operativ davolab, bu bemorlardan 70-80% yuqori texnologik operatsiyalar amalga oshiriladi. Bu bemorlarimizdan aksariyati son suyagi bo'yin qismidan singanlarni son chanoq bo'g'imini total endoprotezlash operatsiyasi o'tkazilardi. Bu faqat Toshkentda amalga oshirilardi. Hozirda o'zimizning bo'limda bunday operatsiyalarni bajarib kelmoqdamiz.